Assalomu alaykum. Obunachilar, bormisizlar, yaxshimisizlar? Qaynaqligini qarang. Ha bo'ldi, tugal. Bor, Tepada o'tdi. yopib qolibdi. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farg'ona asfalt obunachilari, bormisizlar, do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun xudo xolasa Andijonda, bugun Shahrixonda biz. Bugun 7-mart. Yomg'ir yog'yapti do'stlar. Mana hozir endi havolar tinchib, asfaltimiz ham yetib keldi. Shunaqangi 180 gradusda pishgan asfaltimiz bo'ladi. Albatta original hamda videoni oxirigacha ko'rsangiz narx-navolarni aytib o'taman, hamda bizga like, hamda bizga obuna bo'lib qo'yish ham. Esdan chiqmasin, Instagram, YouTube, Telegram kanallarimiz ishlayapti. Albatta Farg'ona asfalt deb yozib kirsangiz, hamma yoqdan mujassam deydi-ku. Albatta shunaqa like esdan chiqmasin, muhimi do'stlar. 2025-yilda yaxshi, sifatli hamda mayin asfalt bormi deganlarga do'stlar, shunaqangi mayin asfaltlarimizdan bugun Andijonda, Shahrixonda 140 kvadratli xonadonimizni asfalt qilib beryapmiz. Shunaqangi mayin original asfaltlarimizdan bugun 7-mart do'stlar. Xudo xolasa ishlarni boshladinglarmi deganlarga ancha bo'lib qoldi. Xudo xolasa bir oyga yaqinlashib qoladi. Nimaki, mavsum tanlamas, yaxshi asfaltimizdan bo'ladi. Qishin, yozin bemalol bosaveramiz. Hamda sizga 1 yilgacha garantiya beriladi. Nima uchun garantiya beriladi desangiz do'stlar, shunaqangi mayin asfalt, saqichi ham ko'p. Mana ko'rayotganingizdek yiltirashini ko'ring. Mana shunaqangi mayin asfalt bo'ladi. Ko'pincha do'stlar, men sizga ko'pincha aytib o'taman, nimaki asfaltda internet sohasida biz ko'pincha yurgizib boramiz. Farg'ona asfalt desa hamma yoqda chiqib keladi. YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Internetga boshqa mayin asfalt olib kelib turib, ertasi kuni yirik asfalt olib kelinmaydi. Nimaki internetda chiroyli ko'rinishi uchun ham ko'pincha mayin asfalt olib kelishadi. Bizda bir xil asfalt bo'ladi. Nimaki bizniki Farg'ona asfalt deganda hozirgi kunda O'zbekistonda eng trenddagi yaxshi asfaltlardan bosib olib kelib bosamiz. Nimaki uzoq yillik stajli ustalar hamda nima desam bo'ladi? Hozirgi kunda yaxshi asfalt bosmasangiz, o'zingizga ham boshqaroq bo'ladi degandek, xuddi o'shani biridek yaxshi asfaltdan olib kelib bosib beryapmiz. Xo'p, uyda egalaridan ketadigan mahsulotlar do'stlar. Xo'p, medpisoy ketadi. Albatta oxirida bunga sachkani qum kerak bo'ladi. 5 ta, 6 ta, balkim 7 ta arvachada kerak bo'ladi. Nimaki ustini yopsa, ya'ni saqichi ko'pligini hisobiga ham mana yopishyapti do'stlar. Ana shu narsalarni ushlab qoladi hamda sizga uzoq yil xizmat qilib beradi. 5-6 kun turadigan bo'lsa, keyin bemalol shipirib ovozsiz ham bo'laveradi, lekin bitta nima tomonlarni aytib qo'yaman, motorda yuvib bo'lmaydi yangiligida, hamda tahorat stollar, so'rtaydi, nima desam, narvonlar, o'shanga o'xshash og'ir narsalar qo'ymay turasiz. Bu kundan kun reaksiyaga kirishib, qatib ketadi shunaqa narsa. Boringki, bir hafta u bulardan keyin bemalol nima qilsangiz bo'laveradi, lekin mashinani ertasi kundan olib kirsangiz ham bo'laveradi, yo'q, o'sha kechga yaqin yana olib kirib qo'yaverasiz. Bemalol ko'tarib, qanaqa mashina olib kirsangiz ham olib kiraverasiz. Isuzu deysizmi, qanaqa mashina texnika olib kirsangiz ham olib kiraverasiz. Joyini zo'r qilmasangiz 10 santimetrli asfalt bossangiz ham vanna berib yuboradi. Shuni esingizdan chiqarmang. Nimaki joyini zo'r qilib qilmasangiz, albatta shu vanna berib, batta har yoqlarda suv qolib qoladi. O'shaning uchun o'ta o'sha ukulollarga hushyor bo'lish kerak hamda o'sha zasipka paytida asosan zasipkada chiqariladi. Ko'rayotganingizdek, shunaqangi mana mayin. Issiqligini qarang. Issiq bo'ladi do'stlar. Shunaqa. Keyin oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, otaxon, onaxon, bola chaqalarga ham yaxshi bo'ladi. Nimaki bunaqangi ko'rsangiz mana sho'r bosib ketgan. Mana shu sho'rlar ham chiqmay qoladi do'stlar. Iloji boricha shunaqangi mayin narsa tashlash kerak. Bu xonadonimiz sheben solib qo'yilgan do'stlar. Sheben mumkin emas. Uyda iqlimini o'zgartiradi hamda bo'shliq paydo bo'lib qolganini hisobiga vanna berib yuboradi. Ertaga albatta steyashga quyaman, baribir bo'laveradi desangiz, yorilib ketadi. Yorilgandan keyin yama bo'lmaydi steyashkalarni. Burchotga bo'ladigan bo'lsa, suv sachadigan bo'lsangiz, kechasi bilan yana issiq chiqaveradi. O'shaning uchun iloji boricha siz shunaqangi mayin narsa tashlashga harakat qiling. Nimaki mana biz shebenni ustiga bosib bermaymiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Buni ichida mana
ko'rayotgansizda mana sheben bo'lgan. Sheben do'stlar umuman bir-biriga qo'shmaydigan narsa, o'shaning uchun Medpisoy aytamiz. Arzon ekansa, alaydaqa qilib tezda sheben olmang. Sheben musor narsaga kiradi. Nimaiki uylarni ichiga tashlasangiz bo'ladi, fondamentlarni ichiga bitamda balota ko'chalar bo'ladigan bo'lsa, qilsangiz bo'ladi. Lekin uyni ichiga iloji boricha mayin narsa, yaxshi narsa tashlasangiz yaxshi. Nimaiki arzon ekanda uyingizga har narsani olib kirib olsangiz, ertaga mana monga o'xshab sho'rlashib, shunaqa narsa bo'lib ketib qoladi. O'shanisidan hushyor bo'ling. Videolarimiz yoqsa bir donagina like urib qo'ying. Qarindoshlar gruppasi bormi, sinfdoshlar, o'rta yarimizga jo'natib qo'ying, nimaiki bu kerak bo'ladi. Masalan, kimdir burchatkadan, kimdir asfaltdan, kimdir steyashkadan, hamma bezillagan, nimaiki bo'lay bilsangiz, ko'p xonadonlarda hali opoqisinikida, qarindoshinikida asfalt bo'lgan, o'sha asfaltlarda o'ynaganmiz. Xuddi shunaqangi asfalt. Oldingilar yiri bo'lgan, shag'alga qilishgan, boshqa qilishgan, yo'q. Buni o'sha mayllashtirilgan yaxshi asfaltdan. Xudo xolasa 1 yil garantiyasi bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, hamda bu tomonga Toshkentnikini qo'yib qo'yaman, hamda bu tomonga Vodiynikini, Farg'ona asfaltni qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Ochritlar bormi Ro'shanbek deganlarga albatta bor, kelishilgan holatda olyapmiz. Shunaqa gap. Hamda Telegramdan yozib qo'ying. Голосовой tashlamasangiz ham mayli, manzil kvadrat qancha? Shuni yozib qoldiring. Hamda Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, uy nomerni qoldirib qo'ying. Biz sizga yo bo'lmasa o'sha Telegramingizga, yo bo'lmasa o'sha AES yo dadezga bemalol aloqa chiqib, mashinchadan tushdi, yo bo'lmasa o'zingizga Telegram nimangizga yozib qo'yamiz. WhatsApp yo'q, faqat Telegram. Xudo xolasa narx-navolarni iloji boricha telefon qilib bemalol gaplashaveraylik. Nimaiki internetga ulgurmay qolyapmiz, nimaiki zakaz ko'rish kerak. Har bir xonadonni ko'rishimiz hozirgi kunda platniy, nimaiki metallar ham yo'q. Bezinda yuribmiz. Har bir xonadonni 50 ming so'mdan ko'ryapmiz. Nimaga Ro'shanbek 50 ming so'm? U bu desalaring, borib ko'rishimiz 50 ming so'm. Albatta ish bo'ladigan kuni 50 ming so'm pulingizni qaytarib olishingiz mumkin. Nimaiki ko'p holatlarda borib kelyapmiz. Bir kunda 300-400 minglik biznes quyapmiz-da, borib ko'rib uylarni qanaqa qilib kelganimizdan keyin hali odamlar bitta qimmatli qilyapti, yo arzonli, anaqa sharoit to'g'ri kelmay qolyapti. O'shaning sababli 50 ming so'mdan har bir xonadonni ko'ryapmiz. Shunaqa qilishga majbur bo'ldik. Nimaiki o'sha 50 ming so'mda aytsak, qildiradigan odamlar qolib, qalidaqa qildirmaydigan odamlar qildiryapti. O'shalik to'g'ri tushungan bo'lsangiz, hali behudadan behudaga ham ko'pincha borib o'lchatib olishib, shunaqa bo'lyapti. O'shaning uchun 50 ming so'mdan qilib qo'ydik. Hali borib ishlaganimizdan keyin o'sha pul beradigan mahalda 50 ming so'm pulingizni olaverasiz. Nimaiki shunaqa qilmasak, haligi telefonda ulgurmay qolyapmiz. Qildirmaydigan ham, qiladigan ham bemalol telefon qilayotgani uchun o'shunaqa gaplar bo'lib qolyapti. Shunaqangi 5 santimetrlik bosiladi. Mana ko'rayotganingizdek 5 santimetrlik bosiladi, 4,5 yonib yerda qoladi. Vaqti kelsa ortib qolsa ko'changizga olib chiqib ham bosib beraveramiz. Hali bir joyda qalin, bir joyda yupqa qiladigan bo'lsangiz, vanna berib qo'yadi. O'shaning uchun bir xil urishga majburmiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz. Nimaiki shunaqangi silliq joy qilib olsangiz, shunaqangi mayin asfalt bosadigan bo'lsangiz, tevasidan fura kirsa ham 2 santimetrlik ham ushlab qolaveradi. Siz o'ylamang, qalin bosilsa shunaqa bo'lar ekan. Agar joyida eplalmasangiz, shunaqangi urvin qilib olib kira olmasangiz, asfalt обязательно vanna beradi, hamda ko'rinishi ham xunuk bo'ladi. Bizda ko'rayotganingizda, so'killik qismiga ahamiyat bering. So'killari ham bir xil chiqqan. Uyning ko'rinishi bor-ku, bir xil olib chiqilgan. Nimaiki, uyning ko'rinishi faqat mana shu asfaltda ochiladi, burchatkada ochiladi, steyashkada ochiladi. Shuncha qilingan uyni oxirini mana shu oyoqdagi xalqi beradi. Nimaiki, ertaga oyoqdagida turib suv ag'ini qilishi mumkin. Tekis bo'lsa, zanunisi ham likillamaydi, oyog'ini taydi. Shunaqa gaplar, do'stlar. Jog'im tolib ketdi. Bir donagina like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ying. Ko'chalarni ham bosasizlarmi deyishyapti. Albatta, ko'changiz bormi, magaziningiz oldi bormi, qanaqa joy bo'lishidan aytsangiz, og'ir texnikalarimizda borib qilib beramiz. Mahallangiz open byudjetdan yutalmadim deb hali xafa bo'lib qolmang. Albatta Farg'ona asfalt masjidda do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringiz sog' omon bo'linglar. Ro'zalarni yaxshi kutib olinglar. Hammalaringiz sog' bo'linglar.